O'zim Telegram kanalimni ham tavsiya qilib ketaman. Albatta obuna bo'ling Telegram kanalimga. Telegramga kirasiz mana. E, Bahodirjon Mullajonov Telegram kanali. Mana 1240 ta odam bor ekan. Qattiq X bilan Bahodirjon ostki chiziqcha Mullajonov deb qidirasizlar. Mana Bahodirjon Mullajonov ko'rib turibsiz. Profilda rasmi bunaqa. Shu kanalga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Eng oxirgi yangiliklar kanalim haqida hammasi, oldingi rejalar, kelgusi rejalar hammasi shu kanalda bo'ladi. Ishlash tartibi qanaqa desalar, Ctrl bosib turib S, ruscha C haqida gap ketyapti, esmas. Ekranga chiqadi Ctrl S da copy, Ctrl V da вставить. Va buni Ctrl X qilib olish tushuntirdim. Ctrl S, Ctrl V bor, copy paste. Bu qaychida qiyib вставить qilish emas, aynan kopiyasini вставить qilish. Ya'ni Ctrl X ni bosaman, yozuvda hech narsa o'zgarmaydi va endi mana pastga tushib Ctrl V ni bosam, shu yozuv yana qaytadan tushaveradi. Ctrl V da вставить bo'ladi. Ctrl C, Ctrl V copy paste, Ctrl X, Ctrl V bu qiyish va вставить qilish. Menda keyingi tugma Ctrl insert bor ekan, Shift insert bor ekan. Bu ham aynan shu Ctrl C, Ctrl V da alternativasi ekan. Men bilmasdim, to'g'risi hayron qoldim. Boshqa yo'l bilan qilsa ham bo'lar ekan. Ctrl C, Ctrl V da o'rniga mana yozuvni belgilaysiz. Shift insert ni bosasiz. Shift insert. Ctrl insert copy bo'ladi belgilasa. Ctrl insert mana hech narsa o'zgarmadi va mana pastga tushib Shift insert ni bossangiz mana paste bo'lar ekan mana qancha bo'lsa. Ya'ni Ctrl C, Ctrl V emas, Ctrl insert, Shift insert. Shunaqa ham ishlasa bo'lar ekan. Endi keyingisi Ctrl Z, отменить действие, ya'ni ishni orqaga qaytarish. Bu hamma dasturlar ichida bo'lganda, Windows ichida doim esingizda bo'lsa, nimanidir xato qilsangiz Ctrl Z bilan orqaga qaytsangiz bo'ladi. Ya'ni mana Windows tashqarida ham ishlashingiz mumkin. Masalan, qanday ko'rish mumkin? Buni istalgan ishni qilayotganda nimadir xatolik ortga qaytish uchun Ctrl Z bo'ladi. Masalan, mana bu yozuvli narsalar Wordda tushuntirish osonroq bo'ladi. Masalan, mana bu yozuvni mana bu yerga вставить qilib, bu kerak emas, noto'g'ri qilib qo'ydik desak, Ctrl bosib turib Z deb bossak, mana shu ish orqaga qaytadi, bir qadam orqaga. Oldinga yurmoqchi bo'lsangiz, Ctrl Y bo'ladi. Ctrl Z orqaga, Ctrl Y oldinga. Endi keyingi tezkor tugma Alt tab, ya'ni oynalarni alishtirish. Bu juda ham muhim. Mana qarang, menda mana bu yerda Word bor, mana bu yerda Chrome ochilgan. Ya'ni veb-sayt ochilgan. Shunda mana siz u oynadan bu oynaga o'tib yurish uchun Alt tabda oynani alishtirishingiz mumkin. Ya'ni Altni bosib turib, tabni bossangiz mana oyna Chrome'ga alishadi. Yoki Alt tab mana yana Wordga alishadi. Mana shu tufayli juda ham tez ishlasangiz bo'ladi. Mana Alt tab. Keyingi tezkor tugmamiz Alt F4. Bu F4 bitta tugma, F tugmalari ichida Alt F4 ni bossanglar, istalgan oynangiz tezkor yopiladi. Masalan, Wordga turganingizda, masalan, men bu oynani o'chirib tashlayman. Mana Altni bosib turib F4 ni bitta bossam, saqlanishni so'raydi. Ne saqlanib qolasiz, oyna yopiladi. Yoki yana saqlanib yopilmaydigan mana oddiy brauzerlar, nimadirlar bo'lsa, Alt F4 ni bitta bosasiz, Altni bosib F4 ni bitta bosasiz, oyna yoki o'yin yoki programma nima bo'lsa ham srazi yopiladi. Endi mana bunaqa Wordga o'xshagan qilingan ishlar bo'lsa, saqlanishni so'raydi, albatta. Saqlaymi, saqlamaymi degan yozuv chiqadi. Bizda keyingi tugma blokirovka ekran. Windows tugmasi, bu sizlarda pusk rasmi turadi. Ko'pchilik pusk deydi, aslida Windows tugmasi. Windows tugmasini ham alohida kombinatsiyalari bor. Bu bo'yicha videolar chiqargandim oldin. Bu joyda bizda Windows garage klashlari ichida albatta kelyapti. Kompyuter blokirovka qilish tezkor. Winda рабочий stolga hamma narsalarni skrit qilish, qayta ochish. Winda bosib turib bitta L da bossanglar, ekran to'liq blokirovka bo'ladi va qaytadan ochib olasizlar. Men hozir buni ko'rsata olmayman, chunki ekran zapisida olmaydi bu narsani. Winda'da bossanglar, mana qarang, Winda bosib D da bossam, hamma narsa pastga sвернут bo'ladi. Ya'ni mana bu panel zadachaga tushib qoldi, lekin ekranda ko'rinmayapti. Mana buni bossangiz qayta ochilaveradi. Lekin shu holatda Winda'da yana bir marta bossangiz, masalan, mana buni Winda'da sвернут qilib, yana Winda'da bossangiz qayta ochilar ekan. Men WinM da ishlatardim, Winda'ni emas. WinM ham hamma narsani pastga sвернут qiladi, lekin WinM da bossangiz qayta ochilmaydi. Shuni farqi bor ekan. Men ikkalasini bir xil narsa deb o'ylardim, farqli ekan. WinM, Winda'ni. F2 tugmasi.
mashinalarga qoyil qoldim, lekin F2, F6, F10 Windowsda juda zo'r ishlar ekan. Men to'g'risi bilmasdim, qoyillar qolib ketdim. Ya'ni qarang, istalgan obyektni ushlagan holda F2 ni bossangiz, ushlagan obyektingizni mm, qayta nomlasa bo'lar ekan. Ya'ni mana рабочий stolda masalan YouTube 317 dars deganga mishka o'ng tomonini bosib biz переименовать kirib turib nomini o'zgartirardik. Masalan 17 dars deyish mumkin. To'g'rimi? Bu o'zgarmaydi hozir ashki beradi, chunki ochiq turgan fayl. Mana Windows shortcutda o'zgartiraman. Masalan, bir qo'yib mana nomini o'zgartirish mumkin. Ctrl Z ortga qaytdim. Shuni qarang, mana mishka o'ng tomon переименовать kirmasdan shundoq mana faylni bosib turib F2 ni bossanglar bo'ldi, nomiga kirar ekan. Va 1.12 qo'yib mana sahnaga qilaverasiz. Mana ko'ryapsizmi? Juda ham tez ishlash. Endi F6. Bu element ekran рабочий stol. Mana shu narsani adashmasam uncha tushunmadimmi? Hozir ishlatib ko'raylik. Ha, bu agar men tushunganim bo'yicha siz masalan kursorga olib turgan, ushlab turgan faylingiz bo'ladi. Masalan, mana buni olib turib o'chirib yuborish mumkin yoki mana kursorga olib turganingiz bo'ladi. Shunaqa holatlarda siz F6 ni bossangiz, kursorga ushlab turgan narsa hammasi qo'yib yuborilar ekan. Ya'ni nimadir adashib o'chirib yubormaslik, masalan, nimadir kursorga olinganini bilmay turgan bo'lishingiz ham mumkin. Shu holatda profilaktik uchun F6 ni bir marta bossangizdan hamma narsa kursordan qo'yib yuborilar ekan. Alt Escape. Alt Escape deyapti. Э, ochiq fayllar turibdi mana bu yerda qarang. Shu joyda altni bosib, escape'ni bossanglar, mana bu oyna alishar ekan. Mana. Ya'ni biz alt tabda oynalarni alishtiramiz. Bu alt escape'da mana bu yerdagi порядка bilan panel задачадagi narsalarni alishtirar ekan. Oxirgi ikkitasini men aytaman. Adashmasam oxirgi ikkitasini. Shunaqa ochiq bo'lganlarni faqat deyapti. Endi keyingisi alt enter. Alt enter mana shu ham zo'r narsa ekan. Mana bu faylni qarang. Men faylni alt enterga bossam, ushlab turib, svoystvasini ochar ekan. Ya'ni men tezkor tugmalar degan fayl, mishka o'ng tomonini bosib, o'ng tarafdan eng pastda svойства degan fayl bor mana. Faylni nomini, skripti qilish, hamma funksiyalari shuning ichida bor, juda ko'p funksiyalar. Svoystvasi ya'ni. Shu svойствani tezkor tugma bilan istalgan faylni ushlab turib, alt enterga bosish orqali svойства oynasini ochib olish mumkin ekan. Istalgan Word, Excel, papka bo'ladimi? Papkani ham alt enterga bossayman, papkani ham svойствasi bor. Qo'y. Endi alt space, ya'ni открыть контекстное меню активное okno. Mana bu oyna ochilyapti. Bu nima oyna ekan? Ajoyib. Nimaga kerak bizga? Ikkisi bosaman. Va men afsus рабочий stolga yozib qo'ydim, chizib qo'ydim. Kontrolga qaytmayapti. Ajoyib, oynaga chizib oldim, qoyilmisizlar. Nima edi? Открытый контекстное меню активное okno. Xo'p, alt enterda ochyaptidikmi? Mana bu oyna ochilar ekan. Bu yerda o'chirgicham bo'lsa kerak. Mana o'chirib yubordim. Qo'y. Mana bunaqa oyna bor ekan, tam chizadigan, yozadigan oynaga, ekranga va bu alt probel, alt bilan nomsiz tugmani bossanglar chiqar ekan. Mana ishlatishingiz mumkin ekan. Men nimagaligini bilmayman. Xatga keldik. Ctrl A bu hamma obyektlarni belgilash, ya'ni masalan buni mana shu holatda turganda papkani ichida turasizmi, Ctrl A deb bossangiz mana hamma fayl papkalar birdaniga belgilanadi. Bu birdaniga belgilab turib o'chirib yuborish, ko'chirish, nomni istalgan ishlarni qilishingiz mumkin. Просто hammasini kursorga olish Ctrl A. Menda keyingi tezkor tugma delete o'zini beryapti. Bu klaviaturada delete degan tugma bor. Bu delete bilan istalgan obyektni, elementni, papkani rабочий korzinkaga tushirib qo'yishingiz mumkin. Ya'ni o'chirib yuborganingiz. Masalan, tezkor tugmalar degan fayl, yo'q, mayli, Windows shortcuts degan fayl kerak emas desangiz, klaviaturani delete deb bosasiz, bo'ldi, o'chib ketdi. Aslida to'liq o'chgani yo'q, korзинаning ichida bu. Mana bu yerda korзинада Windows shortcuts o'tib, mishka tomon bosib, восстановить qilib tiklab qo'ysangiz bo'ladi qaytadan. Endi Ctrl Alt tabda Ctrl Alt tabni bossak nima bo'lishi? Mana bu ochiq oynalar orqali ekran alishar ekan Ctrl Alt tabda. Между открытым приложением. Ctrl Alt tabdan Ctrl Alt tab. Ну, разница bormi? Ctrl Alt tab. 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 Ctrl Alt
Переключение между открытыми приложениями. Переключение между открытыми приложениями. Ну, Ctrl Alt Tab bir xil narsa ekan. Hoy, bitta berishgan. Hop, Ctrl Escape. Pust menyusini ochish deyapti. Ctrl Escape deb bosamiz, pust ochilar ekan. Vau! Ctrl Escape pust menyusi ochilar ekan. No, buni yana bitta zo'ri Windows pustni o'zini bossanglar ham ochiladi. Windows o'zini, Windows Ctrl Escape orqali ham ochish mumkin ekan. Hop, keyingisi. Ctrl Shift Escape dispetcher zadachani ochish. Ctrl Shiftni bosib, Escape'ni bosasiz, dispetcher zadacha ochiladi. Men qanday ochaman? Ctrl Alt Delete ochaman. Ha, Ctrl Alt Delete'da dispetcher zadacha bor oynani so'raydi. U yerdan dispetcher zadachaga kirish kerak. Da, wow. Dispetcher zadacha Ctrl Alt Delete ochilmaydi ekan. Ctrl Shift Escape ochilar ekan. Вот menga yangilik o'zim uchun. Yo, men dispetcher zadachani ochaman. Ctrl Alt Delete'ni bosib, dispetcher zadacha 5 ta yozuvchidan dispetcher zadachani bosib ochaman. Yo'q, Ctrl Shift Escape ochiladi dispetcher zadacha. Undan keyin kerak bo'lsa. Ajoyib. Shift F10. Открыть контекстное меню выбрание элементов. Hop, ko'ramiz. Shift F10. No, brauzerda emas. Biz anaqa yerda qilaylik, yerda. Qanaqadir oyna. Mana buni belgilab turib qilaylikchi. Shift F10. Da, mishkani o'ng tomonini bosasiz-ku. Shunda Shift F10 da ochishingiz mumkin ekan. Da. Sichqonchasi ishlayotganda kerak bo'ladi bu menimcha. Shift F10. Shift Delete удаление беспроводной помощью корзины. Da. Qaysidir faylda korzinkaga tushirmasdan o'chirib yubormoqchi bo'lsangiz, masalan, Shiftni bosib, Delete'ni bossanglar mana so'raydi. O'zi, da'ni bosasiz, u korzinkaga tushmay to'liq o'chib ketadi. Qayta tiklash iloji yo'q bo'ladi shunda. Shift bilan o'chirish. Taktugi bilan o'chirib yubormoqchisiz, Shiftni bosib, Delete'ni bosib o'chirasizlar. Ho'p, buni bilardim. Endi print screen ekranni rasmga olib, bu print screen tugmasi bor klaviaturalarda. Shu print screen tugmasini bitta bosasizlar va istalgan joyga kirib, Wordga kirib, masalan, Ctrl V da bossanglar, shu ekraningiz mana vstavit bo'lib, rasmdan buferdan tushadi. Ctrl V da. Hop, keyingisi Win tugmalari. Win tugmalarini ham hammasini shu yerga tiqqan ekan. Malladez. Win tugmasi, ya'ni Winni bitta bossangiz puska ochiladi. Mana kelyapti bu ham. Win A da bossanglar, mana Center уведомление mana bu oyna ochiladi. Ya'ni Wi-Fi tarqatish, Bluetooth tarqatish, Region Planshet hammasi shu Win A oynasini ichida. Keyingisi Win Alt D. Win Alt D. Soat ochilyapti nimagadir. Da, shu. Data времяni ochish ekan. Ravoch stolda. Win Alt. Win Alt bosib bitta bosib ekran soatlar ochiladi, bitta bosib yopiladi. Win E provodnik ochish, ya'ni Winni bosib E'ni bitta bossangiz, kompyuter ochiladi. Keyin Win I parametri oynasini ochish. Winni bosib, puska bosib turib, I'ni bitta bossanglar, mana nastroyka oynasi ochiladi. Win K подключение oynasi bor ekan. Winca'da bossak, mana, da Bluetooth da yoqish ekan. Winca yo'q. Winp bu mana bu ekranda uzatish oynasi, ya'ni proyektorga ulagan bo'lsangiz, ikkinchi monitorni ulasangiz yoki qo'shimcha noutbukni faqat protsessor qilib alohida monitor ishlatmoqchi bo'lsangiz, buni o'chirib qo'ying. Win M da Win P ni bosib turib, mana bu oyna, ekran oynalarini o'zgartirasiz. WinR. Wow, WinR'da mana buyruqlar oynasi bor, juda ko'p buyruqlar. Mana shu WinR maxsus выполнить oynasidan bajariladi. Mana shu oynani ochish. WinS qidiruv oynasini ochish ekan. Mana bu yerga istalgan dasturlar, programmalar, o'yinlaringizni shu yerga yozib qidirshingiz bo'ladi keyinchalik. WinS oynasi, poisk oynasi. WinT oynasi. Nima deyapti? Цикличное переключение между приложением panel задач. WinT menga yangilikroq bo'ldi. Mana bu pastdagi ochiq turgan oynalaringizni ochmasdan turib, pastda panel zadachamizda kichik oyna holatda ko'rsangiz bo'lar ekan WinTda. Winni bosib turib, T'da bossanglar, mana bu kichik holatda ko'ringan holatda ko'rinadi sizda, mana ko'ryapsiz. Ya'ni bu yoqda nima bo'layotganini katta ekranda ko'rsatmasdan, o'zingiz sekingina ko'rib qo'ymoqchi bo'lsangiz, WinTda ko'rasiz ekan. WinU специальный maxsus imkoniyatlar oynasini ochish. WinU dediga.
Mana bunaqa oyna bor. Ya'ni mm, kattaytirib ko'rish, masalan, shunga o'xshash har xil imkoniyatlar bor. WinU. WinX. Tezkor tezkor silkalar oynasi. Manba oyna ekan. Buni to'g'risi bilmayman. Man ishlatmagan ekanman. Shunaqa oyna ham bor ekan. Win pauza. Pauza tugmasiga winni qo'shib bossak, свойство открыть dialogiy oynani свойство sistema bilan. Eng qizig'i menda klaviaturani pauza degan tugmani o'zi yo'q. Bu anavi katta kompyuterli klaviaturalarda bo'ladi. Notebooklarda ko'pida bo'lmaydi win pauza. Tekshirib ko'ringlar. Nima bo'lganini kommentga yozib qo'yinglar. Men qila olmadim, chunki ular klavishani o'zi yo'q. Win Ctrl F. Setdan tarmoqdan kompyuter qidirish ekan. Qiziq. Win Ctrl F bosib ko'ramiz. Vau. Mashqqa ham berdi nimadir. To'xtanglar. Win Ctrl F. O'zim ham ko'p narsa kashf qilyapman. Mana bu yerdan setdan da kompyuter qidirish ekan. Men endi setga ulanmagan. Bu yerdan lokalniy setdan ular qidirish bo'lsa kerak. Shu ajoyib. Win Shift M. Win Shift M. Ha, boyagi WinMda tikkalash WinShift M'da bo'lar ekan endi. Windowsda o'zi avtomatik svenut qilib tepaga tiklasa, bu WinMda pastga tushirib WinShift M'da ko'tarar ekan. Ya'ni WinMda hamma narsani tushirdim. WinShift M'da bossam qaytib ko'tarar ekan. Охренеть. Так, uzr, har xil so'z ishlatgan bo'lsam, buni qayta tiklalash uchun bitta qo'shimcha tugma qo'shilganligi ajoyib. Windmi pastga, Windshiftmi ko'tarish. No, osoni Windda tushirish, Windda ko'tarish. Windga hurmat. Endi Windda sonli tugmalarga qo'shib bossanglar, mana panel zadachada nechinchi nomerda qaysi приложение turgan bo'lsa, mana shu ochiladi degan. Ya'ni mana 3 ta Zoom, 4 ta Chrome, 5 ta Word turibdi. Mana shu yerda Word kerak bo'lib qolsa, Windda bosib turib 5 tugmasini bossangiz Word ko'taradi. Bu ochiqlari ham emas, ochiq emaslari ham ishlayveradi. Ya'ni Win1da bossam, mana avtomatik kalkulyator ochiladi degan. Win2 Telegram ochiladi degan. Ko'ryapsiz? Winni bosib, mana bu yerda nechinchi son o'rindagi sonli dastur kerak bo'lsa, shu sonni bosasiz, ochiladi yoki shunga o'taveradi. Ochig'i ham, ochilmagani ham. Endi Win Shift запуск exemplar приложение panel. Agar Shift bilan bossanglar, Win Shift bilan son bossanglar, bu shuni yana novi exemplar ikkinchi nusxasini ochishmi tam shunaqa tushundim men. Ну, tarjimaga qo'yib ko'raylik. Mayli, mana ruschada. Ilovaning yangi nusxasi vazifani administratsiya sifatida ishga tushiring. Ну, administratsiya Win Shift 1 qilsam Win Shift 1. Win Shift 1. Ha, mana. Qarang. Birdaniga ikkita dasturni ikki marta ocha olmaysiz-ku. Masalan, Telegramni ikki marta ocha olmaysiz. Kalkulyatorda mana qarang. Kalkulyatorda ochdim. Menga yana kalkulyator kerak bo'lsa, mana shu kalkulyator yopiladi. Pastga tushadi, ko'rinmasa. Yana bosam yana ochiladi. Shuni mana shu narsadan sizga ikkita uchta kerak bo'lsa, Win Shift bilan bosish kerak ekan. Juda ham qiziq. Ya'ni Win Shift 1 qilsam mana ikkinchi kalkulyator. Win Shift 1 uchinchi kalkulyator. Ya'ni mana bu yoqda 85 ga 2 ni ko'paytirib ishlayveraman. Mana bu kalkulyatorga ta'sir qilmaydi bu. Mana 25 ga bo'laman 2 ga teng. Mana ko'ryapsiz? Bu yoqda yana. Bu dahshat funksiya bu. Klon bilan klon qilib ishlatishdek gapda. Istalgan dastur, istalgan o'yiningizda даже. Bu vashshe zo'r. Mana Win Shift bilan numeratsiya bilan bosish. Endi Ctrl qo'shyapmiz, bilmayman bu nima bo'lar ekan. WinTab. Открыть представление задачи. WinTabni bossam, mana bunaqa alohida mana рабочий stollar ochish, 3-4 talab, alohida oynalar, alohida mana to'liq ekran bilan ishlash mana. Birdaniga masalan, WinTabni bosib, mana ikkinchi рабочий stolda ham ishlashingiz mumkin-da. Ya'ni mana boyagi ishlar, mana рабочий stolda hech narsa yo'qdek. Lekin mana bu yerda birinchi рабочий stolda hamma narsalar turibdi. Shunaqa bir necha рабочий stollarda ham ishlash mumkin. Endi WinSpace klaviaturani nimalarni o'zgartirish deyapti? Wow. Nimada qilardik biz buni? Nimalardir bo'lib ketyapti. Alt tab oyna alishtirish. Alt shiftda tilni o'zgartiramiz-ku. Shuni yozuv tilini. Shuni Win probelda ham o'zgartirish mumkin ekan. Win Ctrl Enter. Ekranni diktori yozish. Win Ctrl Enter. Ekranni diktor bu
Adashmasam yozuvingizni yana qilib turami, o'qib turami, o'qiganingizni yozuv qilamini, shunga o'xshagan funksiya, ekranni diktor degan funksiya bor ekan. Mana eshitib yozami yo yozuvni o'qiy gapiramiz, shunga o'xshash funksiya. Win plus ekranli lupani yoqish. Winni bosib yozsanglar mana bunaqa ekranli lupa ochiladi. Bu kichkina narsalarni ko'rish uchun mana bunaqa istalgan joyda kattaytirib ko'rsanglar bo'ladi. Ajoyib. Ekranli lupa kerak doim. Buni men bu Windows ichida funksiyalarni topib ishlatardim. Tezkor tugmasi bor ekan, Win plus ekan. Ungacha mana biz ravoy stolda fayllar bilan ishlagan bo'lsak, endi provodnik ichidagi ishlarga o'tamiz ekan. Ya'ni provodnik degani mana bu yerda mo'l kompyuter ichini ochib olamiz. Mo'l kompyuterga kirganda qilinadigan ishlar. Shu joyda endi Ctrl A, Ctrl F. Ctrl A da bossam mana bu poisk oynasi mana tepada ochildi. Ctrl F. Ctrl F da bossam poisk qismi ochilar ekan. Ctrl E da bossam все приложение папки. Mana bu qism provodnikka oid oynalar ekan ikkalasi ham. Endi Ctrl-ni новое okno ochish, Ctrl W закрытие активное okno. Ctrl-ni Ctrl W. Ctrl-ni mana buni ichida o'zi bir nechta papka ochib olish ekan. Wow. Provodnik ichida Ctrl-ni yangitdan ochish, Ctrl F yo Ctrl W. Ctrl W yopish ekan. Vineda kompyuter ochamiz. Ctrl W ni bossa yopilar ekan. Provodnik ichida umuman ishlamaganman ekan. Qo'y. Bu tezkor tugmalar umuman bilmayman bu kompyuterchi bunaqa ishlar borligini. Endi Ctrl Shift E, Ctrl Shift N. Wow. Ctrl Shift E. Nima bo'ldi bilmadim. Ctrl Shift N. Mana buni D ichiga kirib qilaylik. Ctrl Shift N. Yangi papka ochish. Ctrl Shift E. Ctrl Shift D. Ctrl Shift ni yangi papka ochish bo'lsa, Ctrl Shift E. O'ylagan tushunmadim. Ctrl Shift ni yangi papka ochish ekan. Shuni ichida papkani ichida hamma narsalarni ko'rsatishyapti Ctrl Shift. Xo'p, mayli. Endi Alt strekalar. Papkadan o'tishlar. Wow. O'ng chap tepa strekalar ishlarkan alt bilan. YouTube kanali uchun alt bilan. Wow. Wow. Mana shu narsalarni bilmasdim. Ya'ni papkalar ichida, provodnik ichida bemalol tezkor tugmalarda yurishingiz mumkin ekan. Masalan, hamda yurib System Library'ga kiraman desangiz, Alt o'ng streka bilan alt tepa strokada chiqish, alt chapda chiqish, alt o'ngda kirish, tam shunaqa tugmalar ekan. Ajoyib. Endi backspace предыдущий papkani ko'rish deyapti. Nazar tugmasi. Bundan oldingi papkaga chiqish nazar tugmasi bo'lsa, albatta oldingi papkaga chiqadi. Endi F11 nima? F11 nima ish qilishi? Faol oynani yopish ekan. F11, ya'ni mana bunga kirib F11 da bossanglar. Wow, mana bu nastroykani yopish ekan. Mana tepada chap tarafda provodnikda tepada nastroykalar bor-ku. Shuni F11 da bossanglar, to'liq mana ortiqcha qismlar yo'qolib, mana papka ichida ishlataverasiz. Даже nazar kirish chiqishlar ham, nazarlar ham yo'qolib qolar ekan. Bunaqada ishlatmaganman, to'g'risi qaytarib qo'yar. F11 da shu mana qo'shimcha qismlarni ham o'chirib qo'ysa bo'lar ekan vaqtinchalik. Birinchisi shrift oynasini ochish deyapti. Adashmasam Ctrl Shift F ekan. Ya'ni Ctrl Shiftni bosib F tugmasini bitta bosasizlar, mana shrift oynasi ochilar ekan. Juda ham yaxshi oyna. Ctrl Shift G statistika oynasini ochar ekan. Ya'ni mana bu pastda kichkina holatda turgan bo'ladi bu. Mana shu sahifangizda nechta harf, nechta qator nimalar borligini Ctrl Shift G ni bosgan holda mana statistikasini ko'rib olsangiz bo'ladi. Bir sahifa 147 ta so'z, 958 ta harf bor ekan. Mana ko'ryapsiz, hammasi 17 ta abzas, hammasini ko'rsatyapti. Ctrl Shift G statistika oynasini ochish. Keyingisi Ctrl Shift S. Bu
mana bu parametr stil oynasini ochish ekan. Bu yerda ham o'zingizni stillaringizni yaratyapsiz bo'ladi. Juda ham zo'r. E, Bizda keyingisi altni bosib rni bitta bossangiz, mana bu tepadagi e, harflar ko'rinar ekan. Ну, obzor. Ha, tepadagi harflar, ya'ni ketma-ketlik, garajli klavishalar bo'yicha ketma-ketlikni tezkor tugma orqali qanday bajarsa bo'ladi, hammasini obzordan ko'rasiz bo'lar ekan. Endi uchta zagolovkani применить qilish. Alt Ctrl numeratsiya bilan ketar ekan, ya'ni mana bundoq belgilab, Alt Ctrl 1 ni bossangiz, mana bu zagolovka oynasi bor bizda. Mana shu oynadagilar bilan shuni alishtirish ekan. Bu zagolovkalar siz yaratib olgan bo'lishingiz kerak avval. Mana bu konstruktorda mana zagolovkalar bor. Shu joyda o'z 3 ta zagolovkangizni yaratib olgan bo'lsangiz, mana bu yerda, mana bu zagolovkalar ichida 3 tani saqlanib qilib olgan bo'lsangiz, mana shu yerda shuni zagolovkalar avtomatik mana bu yozuvlar berib ketmoqchi bo'lsangiz, Alt Ctrl 1, Alt Ctrl 2, Alt Ctrl 3 deb 3 ta yaratilgan zagolovkani sirasi berib ketsangiz bo'ladi. Ctrl Shift L, Ctrl Shift F5. Ctrl Shift L deb ko'ramiz. Ctrl Shift L. Ajoyib. Mana bu yangi qatordan boshlaganda sizga sanoqlar kerak bo'lsa, mana bu yerda bo'ladi-ku, mana bu. Numeratsiyalik qilish, markerlash. Markerlash, numeratsiya emas, markerlash Ctrl Shift L degan mana. Istalgan qatoringizga bosib, Ctrl Shift L da bossanglar, mana shu mana bundoq markerlarga aylanadi. Mana. Endi Ctrl Shift F5 zakladka ochish deyaptimi? Ctrl Shift F5 tugmasi. Mana zakladka bo'limini ochish ekan. Zakladka kerak bo'lsa Ctrl Shift F5. F5 bitta tugma mana. F sonli tugmalar bor, shu. Ctrl B, Ctrl I. Bu jilni kursiv qilish. Ya'ni mana bunda yozuvni belgilab turib, Ctrl B da bosinglar, yozuvinglar mana. O'zi qalin edi, qalin yo'q qoldi nabarat. Mana bunda belgilab, Ctrl B da bosam yozuv qalinlashtiradi. Ctrl I. Da, adashibman, boshqa ham bosdim. Ctrl I. Ctrl U подчеркнутие qilish. Ya'ni mana yozuv tagiga chiziq tortish. Ctrl I. Ctrl B qalinlashtirish. Ctrl U yozuv chiziq ostiga tushirish. Ctrl wow. Boshqa narsa bosmaylik. Ya'ni 3 ta narsa bor. Ctrl bajarni, Ctrl I kursiv, Ctrl U yozuv ostiga chiziq. Endi page down bilan page up garajli klavishalari bor. Katta klaviaturalarda meni notebookimda yo'q, lekin bu Ctrl bosib page downni bitta bosinglar, keyingi sahifaga tushadi, следующий страница. Ctrl E yozuvni centerdan tekislash. Ya'ni masalan, men yozuvni belgilab turib, Ctrl E deb bosinglar, mana yozuvlar o'rtadan bo'ladi. Bizda keyingisi Ctrl Shift Enter. Yangi sahifadan davom etish. Ctrl Shift Enter. Mana yangi sahifadan. Ctrl Enter ishlatardim men. Ctrl Enterda bossanglar ham yangi sahifa bo'ladi. Nima uchun Ctrl Shift Enter bo'lyapti? Tushunmadim to'g'ri. Shift nimaga qo'shilayotganiga. Bu joyda shunaqa yozilgan ekan. Ctrl Shift C format kopirovat qilish. Ajoyib narsa shu. Alt Shift F7 slovar ochilar ekan. Alt Shift F7. Mana переводчик. Avtomatik ochib переводчикni ishlatsangiz bo'lar ekan. Google Translate deydi, hamma Windows Translate ham ochsangiz bo'lar ekan. Alt Shift F7 da. Endi keyingisi поставить горизонтальный разделитель qo'yish deyapti. Alt Ctrl S da. Bu nimaligini ko'ramiz hozir. Alt Ctrl S da wow. Mana ikkita oyna pastki tepaga bo'lib ishlatish Alt Ctrl S ekan. Tezkor tugmasi. Men buni vid bo'limiga kirib, mana bu yerda oynani bo'lib ishlatardim. Ajoyib, tezkor tugmasi. Alt Ctrl S. Xo'p. Endi bizda keyingisi двойное подчеркивание. Ctrl Shift D. Ctrl Shift D da yozuvni ikkitalik chizish bor ekan. Wow. Buni bilmasdim, buni qilishdi. Yozuvni belgilab Ctrl Shift D deb bossanglar, yozuv ostiga ikkita chiziq chizasizlar ekan.
Ctrl-da konec dokumenta deb yozib qo'yibdi. Faylda yopish Ctrl-da Word'da. Ya'ni Alt F4'da fayldan to'liq chiqib ketish bo'lsa yopib, Ctrl-da mana shu Word yopilib qolmaydi, mana shu fayl yopiladi. Shunaqa funksiyasi bor. Hozir men bu fayl yopilib qolishini xohlamasdim. Sizlar shunaqa ishlatsanglar bo'ladi. Ctrl Shift P. Ctrl Shift P da bossanglar, yana shrift oynasi ochilar ekan. Shrift oynasini ochish ekan. Ctrl Shift M. Do'stni umenshit qilish. Ctrl Shift M. Hmm, Da. Mana bu yozuvlarni bu yoqdan tekislash bo'lyaptimi shunda? Hmm, Da. Da. To'g'rilash ham desa bo'ladimi buni? Qandaydir to'g'rilandi yozib. Umenshit o'sibni kuchaytirishda chaproqqa surish ekan. Alt Shift T. Ctrl Shift S. Alt Shift T bilan Alt Shift Time bo'lsa, date ham bor buni. Lekin date nimagadir yozmagan. Xo'p, Alt Shift T da time vaqt qo'yiladi. Ya'ni men bu yerga qo'yib turib buni bilardim. Alt Shiftni bosib T da bossanglar soat qo'yiladi. Shu joyda men o'zimdan qo'shaman. Alt Shiftni bosib turib D ni bossanglar sana qo'yiladi. Bu sana qo'yishni yozmagan. Alt Shift T time degani Alt Shift date sana degani. Xo'p, keyin stil Ctrl Shift S stil ekan. Ya'ni Ctrl Shift S bossanglar boyagi stil oynasida. Endi F12 сохранить как, ya'ni men faylga kirib сохранить как ni bosib o'tirmasdan shunda F12 ni bossanglar, mana сохранить faylingizni qayergadir yana ustidan saqlash. Shriftlar kattaytirib kichaytirish. Mana bu yozuvni belgilab, Ctrl ni bosib, mana bu to'rtcha qavslar bor. OP ni P dan keyin ikkita knopka turibdi. Shularni bossanglar, nimaga ishlamadi? Ctrl to'rtcha qavs bunda bo'lsa, Ctrl. Menda nimagadir ishlamadi. Mana shuni ishlatib ko'ringlar, ishlasa yozasizlar kommentga. Ctrl P pechat oynasi, Ctrl H zaminit oynasi. Bularni bilamiz. Ya'ni kuch turishda Word ofisda istalgan ofisda Ctrl P da bossanglar, pechat oynasi ochiladi. Ya'ni printerga berish oynasi. Xo'p, endi Ctrl H da zaminit oynasi bor, alishtirish oynasi. Bu nima desanglar, masalan, hamma o'di belgi, masalan, mana bu yerga, masalan, sizga mana juda ham ko'p banan degan so'z mana 50 marta 50 ta joyda ketib qolgan bo'lsa, mana bunaqa bo'lib. Shuni Ctrl H bosib turib, mana bu yerga masalan найти заменitga masalan banan deb yozasiz. Mana bu yerga masalan malina deb qo'yasiz. Mana hamma bananlar malinaga aylanadi. Zaminit ustiga bosasizlar, mana okey. Mana hamma bananlaringiz malina. Ko'rasizmi? Alishtirish oynasi. Xo'p, bizda keyingisi Alt F7, Alt F8 ajoyib. Altni bosib turib F7 ni bosasiz. Xatoliklarni aniqlashda bu narsa mana bunaqa qarang. Mana bu yozuvlardagi mana qizil chiziq chiqib qoladi-yu, bu ortografik tekshiradi. Ya'ni inglizchaga tekshiryapti. Menda lotincha bo'lgani uchun sen inglizcha so'zlarni xato yozyapsan deb tagiga qizil chizib qo'yadi. Ya'ni bunaqa so'z yo'q degan inglizchada. Masalan, shu joyga mana time deb yozsanglar, buni tagi qizarmaydi. Lekin mana bunaqa yozsanglar tagi qizaradi. Time inglizchada bor, to'g'ri deyapti senga. Mana bu noto'g'ri. Shuni biz nimaga xatoligini ko'rib olsak bo'lar ekan. Alt F7 dan. Ya'ni altni bosib F7 ni bossanglar mana to'g'ri varianti tabs bo'lsa to'g'ri bo'lar ekan. Mana Alt F8 bo'lsa makros oynasini ochadi. Mana o'zida bor makroslarni o'rnatsangiz, to'g'rilasangiz bo'ladi oynada. Menda Kirillotto makrosi bor. Yo'qolay degan makros nima ekan bilmadim. Yana kontrol tugmalari, Ctrl J, RLlar chapdan right, left degan chapdan o'ynab tekislash. Ctrl J nima edi? Hozir ko'ramiz. Ya'ni mana bu yerga xatoga qo'yib Ctrl J deb bossanglar, yozuv ikki yondan tekislanar ekan. Masalan, Ctrl L deb bossangiz, o'zi mashg'ulot chapdan tekislangan, ya'ni Ctrl R da o'ynab tekislanadi, Ctrl L da chapdan, Ctrl J da o'rtadan.
Shu orqali mana ikki yondan chapdan o'ngdan tekislashlar tezkor tugmada. Ctrl M o'ttiz ekan, ya'ni Ctrl M da bossak, hmm, ozgina mana bu joy tashlashmi, shunga o'xshagan narsa bu. Hop, Ctrl K gipersilka oynasi. Ya'ni Ctrl K da bosasiz, mana gipersilka linklar berish oynasi ochiladi. F2 tugmasi. F2 tugmasida izmenить vibraniya yacheyka. Belgilangan hududda yachekani o'zgartirish deyapti. Ya'ni men masalan 300 ming deb yozilgan yacheykaga F2 ni bosib ko'raman. Tak, nima o'zgaryapti? No, mana bu oraliq ko'rinib turgan bo'shliqlarni mana bular ko'rsatar ekan holatda, formulasini ko'rsatar ekan ichiga kirsa. Da, ichki настройкani ko'rish. Aa, yachekani to'liq ko'rish ekan ichki qismida nima borligini. Formula yozilgan bo'lsa formula, oraliqlar qo'yilgan bo'lsa oraliqlar hammasini ko'rsatar ekan. F7 ortografический tekshiruvga berish. Ya'ni men bu yachekaga F7 dan bosaman. Bunda mana sof foyda degan so'zga tekshiruv ketdi va bu aslida unaqa so'z yo'q. Sofa, sofi qilib ingliz tiliga ortografический tekshiryapti inglizchaga. Mana bu yerdan boshqa tillar o'zgartirishingiz mumkin. Nemetskiy, ukrainskiy, ruskiy albatta lotincha bo'lgani uchun boshqa tillarga ham bemalol tekshirib ko'rishingiz mumkin. No, menimcha unchalik kerak bo'ladigan funksiya deb o'ylamayman buni. Endi F11. F11 tezkor tugmasi master diagrammani ochish. Xo'p, Excelga o'tamiz. F11 bosamiz. Tak. Mana bu yacheka. F11 mana. Bu avtomatik mana shuncha katta jadvalni diagrammalarda ko'rsatyapti. Men alohida listdan tashqari diagramma degan sheet ochdi. Alohida buni diagrammasini ko'rsatib beryapti. Ajoyib. Уже tayyorlab ochib ham qo'ydim. Juda zo'r funksiya ekan. Master diagramma. Keyin F12 сохранить как buni hamma bilsa kerak. F12 tugmasini Excelda bossanglar, сохранить как ya'ni saqlash chiqadi va bu joydan siz fayl kattaligini, fayl nomlarini o'zgartirgan holatda bemalol сохранить qilib saqlab olsangiz bo'ladi. Yoki faylni ustiga qayta saqlash ham mumkin. Keyingi tugmamiz Ctrl A. Bu endi Ctrl tugmalari ko'pchilik biladi buni va bu yerda kelarkan bularni ham ko'rib o'tamiz. Ctrl A hamma yachekadagi hamma yachekalarni belgilash mana. Masalan, jadval ichiga bitta bosib turib Ctrl A deb bossiz, jadval to'liq belgilanadi. Yoki jadvaldan tashqarini bosib Ctrl A deb bossiz, to'liq mana shu sheet anaqadagi sheetdagi hamma narsa belgilanadi Ctrl A da. Keyingi tezkor tugmamiz Ctrl C, Ctrl X, Ctrl V. Uchalasini bitta tushuntirib ketaman. Ctrl C bu copy, masalan 2288 degan yachekaga Ctrl C deb bossiz, bu copy bo'ladi. Mana istalgan boshqa yachekaga bosib, Ctrl V deb bossiz, shu ma'lumotingiz copy bo'lib tushadi. Bu yerda formula bor ekan. Aynan yozilgan bo'lsa, mana 2960 ming Ctrl V qilsangiz o'zi tushadi. Mana bu nima nol bo'lib qoldi desanglar, bu yerda 3 ta yachekani qo'shyapti, boshqa yerdan ma'lumot kelyapti formuladan. Mana Ctrl C Ctrl V da tushdi. Endi Ctrl X Ctrl V bor. Ya'ni Ctrl C copy eskisi qolib, kopiyasi tushsa, Ctrl X da qaychida qiyib olasiz, eskisi qolmaydi. Joyi o'zgaradi, sayt bo'ldi. Ya'ni mana bunga virezatni bossanglar qaychida qiyib olinadi va mana bu yerga Ctrl V da bossiz, endi mana bu yacheka bo'shab qoladi. Va shu yachekadagi ma'lumot bu yoqqa o'tadi Ctrl V da. Farqi Ctrl C Ctrl V copy paste, Ctrl X Ctrl V qiyib turib joyini ko'chirib olish. Ctrl Z. Ctrl Z ishni orqaga qaytarish. Masalan, nimadir xato yozib, mana yacheka to'ldirib ketyapsiz, oxirgi 3 ta qilgan ishingiz xato. Ctrl Z deb bossangiz, ishingiz orqaga bir qadam qaytadi. Keyin yana Ctrl Z, yana qaytish, yana qaytish. Mana Ctrl Z da qadamma-qadam mana bu tepadagi knopka bu. Shuni klaviaturada Ctrl Z qilib ortga qaytib borsangiz ham bo'ladi. Ctrl Y bo'lsa, shunda oldinga qaytish mana qadamlarda mana oldin qilgan, ortga ketib qolgan ishlaringizni Ctrl Z da qaytayotgan bo'lsangiz, Ctrl Y da oldinga ham yurish mumkin. Xo'p. Keyin Ctrl P. Ctrl B bu pechat dokument. Ya'ni mashina printerdan chiqarish kerak bo'lsa, Ctrl bosib P ni bir marta bossanglar, mana pechat qismi o'tadi, printer mana pechat kelsangiz printerga ketadi. Mana shu joydan qo'shimcha nastroy qilish ham mumkin Excelda. Keyingi tezkor tugmamiz
Shift F3. А, Открыть окно вставки deyapti. Shiftni bosib F3 bossak, mana alohida funksiyalar vstavka qilish, ya'ni formulalar shu yerda chiqarib berar ekan. Mana hamma formulalar oynasini Shift F3 da ochib olsak bo'lar ekan. Juda ham yaxshi. Keyingisi Shift F5 90 zamin oynasi. Ya'ni mana Ctrl H oynasi bor bizda, Ctrl yumshoq H. Shu Shift F5 da ham ishlar ekan. Men Ctrl H da ishlatardim. Shift F5 da ham bor ekan bu ham. Keyingisi Ctrl Space, Shift Space. Mana shu ikkalasi juda ham zo'r funksiyalar. Ctrl mana bu joyga qo'yib turib Ctrl Space ni bossangiz, mana bu bitta ustun to'liq belgilanadi. Mana shu yerda turgan holda Shift probelni bossangiz, Shift Space bitta ustun belgilanadi. Ya'ni sizga qator. Ustun kerak bo'lsa Ctrl probel, qator kerak bo'lsa Shift probelni bosasizlar mana. Endi mana bu yerda Ctrl Shift nuqta virgulda hozirgi vaqtni qo'yish deyapti. Ya'ni belgilab Ctrl Shift nuqta virgul qo'ysa 15:39 vaqt qo'yildi mana. Shunda yana bittasi bor, men sizlarga o'rgataman. Shiftsiz ishlatsanglar, masalan, Ctrl Shift nuqta virgul emas, Ctrl nuqta virgulni bossanglar, mana sana ham qo'yiladi, hozirgi sana. Ctrl Shift nuqta virgulda soat qo'yiladi. Nuqta virgul deyotganim L da, ya'ni L da o'ng tarafda turgan knopka. Ctrl, mana bu ham bor edi ekan, uni tushuntirganim. Endi Ctrl K gipersilka oynasini ochish. Ctrl K da bossanglar, mana silka, gipersilka, ya'ni link qo'yish oynasi bor, maxsus katta oyna, Ctrl K da ochilar ekan. Endi Ctrl 1 2lar jирный kursivlar bo'lar ekan, B I U larda. Xo'p. Mayli, masalan mana Ctrl B yozuvni jирный qilish, Ctrl K, yo'q, Ctrl K emas, Ctrl I yozuvni og'ma qilish va Ctrl U mana подчеркнуть yozuvni ostiga chiziq tushirish. Buni deyarli hamma bilsa kerak. Shuni boshqacha holatda ham kelar ekan. Ya'ni Ctrl sonlarda ham kelar ekan. Ya'ni Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 2, Ctrl 3, Ctrl 2 da boya Ctrl B daqa Ctrl 2 da jирный bo'lar ekan, Ctrl 2 3 da og'ma bo'lar ekan, Ctrl I daqa va Ctrl 4 da ostiga подчеркнутый bo'lar ekan. Ctrl Y daqa. Ko'rasizmi? Harflardan tashqari sonlar bilan ham mana bu amallarni amalga oshirish mumkin ekan, bajarish. Ajoyib. Endi Ctrl 4 va Ctrl 5 ham bor ekan. Bunda подчеркнуть выделение test, Ctrl 4 подчеркнуть bir xil Ctrl bilan ostki chiziq. Ctrl 5 bo'lsa зачеркивание deyapti, hozir ko'ramiz. Ctrl 5 qilsak, mana bu yozuvni ustiga chizib beradi. Yachekani ustiga chizadi. Bular funksiyasi ham bor ekan. Keyin alohida formatlar bilan ishlaydigan nam bor. Ya'ni yacheka formatlarini o'zgartirish, bu ham tezkor tugmalar bilan ishlatasiz. Yoki mana tepada настройкада ham bor. Mana числовой, денежный, финансовый, время, vaqtlar protsentniy qilish mumkin. Shuni tezkor tugmalari ham bor ekan. Masalan, mana числовойda turibdi. Siz shuni Ctrl Shift 4 deb bossanglar, mana denejniga o'tib qolyapti. Keyingisi Ctrl Shift 5 da protsentniga o'tib qolyapti. Ctrl Shift 6 da eksponensionalniy ham bor ekan. Mana bunaqa e'lar bilan sonlarni qisqartirib yozishman. Eksponensialniy, protsentniy va denejniy yacheka formatlarini o'zgartirish ekan. Ctrl Shift 2 ham bor ekan. Bu vaqt formatiga o'tkazish deyapti. Ctrl Shift 2 ni bossak, mana bunaqa soatga aylanib qoldi. Bularni qilsak ham yachek formatini o'zgartirsak bo'lar ekan.